mana shu joyidan benzin quyasiz. Eslaringda bo'lsa, bundan oldingi videoda 3-pakalina propan reduktorni tozalashni o'rgatgan edim. Ya'ni bu yerdan benzin quyib, mana bu yerdan chiqarib yuborsangiz, ichi tozalanadi degandim. Kommentariyada ko'p fikrlar bo'ldi. Ya'ni buni ichiga hech qanday zarar yetmaydimi deyishgan. O'shaning uchun buni ochib ko'rsatyapman. Mana hozir reduktorni. Mana buni ichida hech narsa yo'q. Bu yerda oddiy diafragma bo'ladi. 200 gram benzin bilan mana shunday mo'sillarni tozalab, mana bu yerdan chiqib ketadi. Mana shunday bo'shatasiz. Hech qayerga ziyon yetmaydi. Sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. 3 million 800 ming so'mga 47 litrli balon Onyx trekkerlarga ustanovka qilib beramiz. Hamma zapchasi original bo'ladi. Bizda skitkani haqiqiy o'g'il balachasi. Qaranglar. Armaturamizda datchik bor. Bu datchik mana emulyatorda ko'rsatadi. Mana programmasi. Tak. Buni keyin havo chiqaradigan kranchasi ham bor o'zida zavodskoy. Qolgani o'sha multiklapning vazifasini o'taydi. Blok upravleniyamiz Turkiyaning firmasini hamma biladi. Minmax firmasiniki. OnPress degan mana programmasi. Mana emulyatorlari ham bu sensorga o'xshab, как будто sensorli yonib turadi. Chiroyli yonadi. 200 ot kuchli reduktor, original Turkiyaniki. Injektori Valtec Italiyani injektori qo'yib beriladi. 47 litrli balon mana shu ko'rib turgan komplektingizda 6 oy kafolati bilan hech qanaqa siltash degan muammo bo'lmaydi. Sababi bu kompyuterda OBD funksiyasi bor. Tracker Onyxlarga hech qanaqa muammosiz yurib beradi. Narxi 3 million 800 ming so'm. Kimni qiziqtirsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Kunlar sovib, endi bundan bog'iga propanga ehtiyoj ko'paydi. Shu sababli imkon qadar arzon qilishga harakat qildik. Qo'yiladigan zapchastlarimiz hammasi 100% original, faqat Turkiyaniki bo'ladi, injektori Italiyaniki bo'ladi. Mana shu holatda chiroyli qilib o'sinovka qilib beramiz. Aloqaga chiqa olasizlar.